Ajriq ildizining qaynatmasi siydik qopi yarasida shifo bo'ladi. O'simlik ekstrakti ichak tayoqchasi bakteriyasining siydik qopiga yopishishiga yo'l qo'ymaydi. Rus xalq tabobatida ajriq sistit, kolit, gemorroylarda qo'llaniladi. Ajriqning qaynatmasi toshlarni chiqaradi. Tajribalarda ajriq o'tini iste'mol qilish oksalat toshlari paydo bo'lishining oldini olishi aniqlangan. Bolgar xalq tabobatida 2 choy qoshiq ajriq ildizi 200 ml suvda 10 minut damlanib, revmatizm, sistit, podagra, astitda ichiladi. Rus xalq tabobatida ajriq ildizining qaynatmasi og'riq qoldiruvchi, qon tozalovchi, o'rab oluvchi, yengil surgi sifatida siydik qopi, buyrak, o'pka kasalliklarida, ter haydovchi, teri xususiyatlarini yaxshilovchi, organizmdan tuzlarni chiqaruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Ajriq urug'lari siydik haydaydi va ichni qotiradi. Ajriqning siqib olingan suvini asal yoki sharob bilan qaynatilsa, ko'zga dori bo'ladi. Zamonaviy tibbiyotda ajriqning 1:5 nisbatidagi quyuq qaynatmasi yoki issiq damlamasi ich qotganda mikroklizma qilinadi. Ajriq ildizi va urug'i qusishni to'xtatadi. Chipqon chiqqanda 3-4 hafta davomida 3 stakandan ajriq ildizining quyuq issiq damlamasi ichiladi. Zamonaviy tibbiyotda ajriqning 1:5 nisbatidagi quyuq qaynatmasi yoki issiq damlamasi teridagi yiringli kasalliklarda qo'llaniladi. Ajriq ekstraktidan tayyorlangan malhamlarni allergik dermatitlarni davolashda samarali qo'llaniladi. O'simlik ekstraktlarining antimutagen, ya'ni mutatsiyaga qarshi va fotoprotektor, ya'ni ultrabinafsha nuri ta'siridan asrash xususiyatlari ham aniqlangan. Rus xalq tabobatida 100 gramm ajriq ildizlarining yarim chelak suvdagi qaynatmasi teri kasalliklarida vanna sifatida qo'llaniladi.